eng zo'r yo'l. Qaranglar mana. Oddiy baklashka mana ko'ryapsizlar, men baklashkani mana. Endi men sariq qilib bo'yab olganman. Har bitta baklashkani orasini 12 qadamdan qo'yasizlar mana. Endi mashinaga qaranglar mana. Mashinaning oldi tomoniga qaranglar. Mana shu farani tagida, mana shu fara bilan любой baklashka bo'ladimi, chuqurmi bossanglar g'ildiraytiyadi mana. Farani tagida g'ildiray turibdi. Bu farani tagida ham g'ildiray turibdi. O rulda o'tirib, o'sha yerdan diagonal mana shu farani mo'ljallasanglar g'ildiray tegdi degani o'shanga. Mana hozir men yuraman orqaga, har bitta baklashkani bosib ko'rsataman. Bismillah. Mana o'ng farani to'g'irladim. Endi e'tibor beringlar, mana o'ng fara bilan bosib ketaman mana. Har bitta bosganda chiq ketgan ovoz eshitiladi. Chiq etsa tegdi degani. Qani sanaymiz. Ana bitta. Eshitilyaptimi sizlarga? Ikkita. Eshitilyaptimi? Hozir. 3 ta. 4 ta. 5 ta va 6 ta. Endi aylanib kelamizda, endi chap tomon bilan bosamiz. Endi chap tomon bilan bosamiz. Hozir ko'rsataman. Endi chap tomon bilan oson. Chap tomon o'zingiz mana shu fara kelish kerak, fara mana qarab turinglar mana. Eshit. 1 ovoz. 2 3 4 5 bu gabaritni sezish uchun 6 ana